bilan. Ol naxi soching kalga ol naxi bilan. Valla, quyit qilyapsanmi so'ka bilan? Misli bu. Menga qaranglar. Menga sikishkini o'rgatmanglar. Uni tort, buni tort. Hozir men bir o'zbek qizini olib kelib yutqizib qo'ysam, onasini sikib, o'zbek qizi mana bu sharmanda bo'lib shart qilish kerakmi? Ha? Buni tort, meni sikimda o'ynamanglar. Yo'qmasa chiqib yo'qol, onangni omi ham yo'q bu yoqda. Bu efirlarni onangni omidan ham topib ko'ra olmaysan. Yo'qsa ko'r, menga sikishga o'rgatma. Sikkan joyim bor seni fikringga ham, seni onangni siski bilan hayotingga ham, xayolingga ham. Men o'zim ishimni qilaman, menga sikishni o'rgatma. Men sikishib battle o'ynab yurgan paytim sen onangni omidi ham yo'q ding. Mana naraqda o'ynanayni sizga soska bilan. Ara, Sardar, qochsang sigam naqo'y. Qochpa naqo'y erkak bo'l. O'ttag'i sensan qochgan, ol. Seni olmasin kanın. Nol bilan olay, yetdim. Ya dalban, qara buna. Alga ol bilan. Biz chinoptayla, yetdim. Nol bilan ol deyapman, nol bilan naqo. Ya dalbayıp, çaçınga ol dedin oldun buna naqo'y. Nol bilan kalga olmadim. Qotog'im, Kalga olmadim. naqo'y. Ol dedin buna qotog'im. Ol dedin oldun buna. Gördün mü Seni qotog'im? olib ol, lessiga ol haromi bilan. Qotog'im, iki şart berib ben naqo'y. Çaçınga ol dedin oldun buna. Lessiga ol haromi, lessiga ol. Qotog'im! Ya qotog'im sen lisi devedin, çaçınga ol dedin naqo'y. Sochingni kalga olasan dedim. Kalga olmasang hisob emas, men o'tiraveraman. Poxoy menga. Oldun mu? Oldum. Yo'q, menga hisob emas u. Yo'q, men o'tiraveraman, poxoy menga. Xohlasang bolni olib chiq. Gördüңөр mü köttä bile. Köt, gördüңөр mü köt. Menga hisob emas, yo'q. Meni qornim to'q, meni bilan zaxiramda bilan $5000 pulim bor. Sikkan joyim bor seni bilan. Qisang qil naxi, o'zing qil. Sardar. Buna gördün ha? Aldın mı? Aldım. Sikem mi? Boş. Yes. Sikep. Paylı bir round. Utan paylı bir round sikem. Bu tağı yutasan. Boş onu sikepsin. Boş bile. Paylı bir round sikem nakoy. 15 raunddan beri bir round sikaman deysan, harroma bilan. Do'stlar. Bularni men jalab hammasi sochini olaman. Whatever your lifestyle. Bularni bir boshdan naxi sochini olaman. Sochga zor bo'lsin naxi. Nima men jalab sochsiz o'tirishim kerak? Bular sochda o'tirish kerak. Quroli Hazrati Harrom oliylari jalab bilan sochsiz o'tirish kerak. Bu yetimchalar nimaga soch bilan turish kerak? Bir boshidan qo'toqni junini qirgandek qiraman jallablarni bilan. Chetto! Hop! Opam, o'laman opam meni. Shabnamim meni. Hop!